Tarozi burchi vakillari uchun muhim toshlar haqida gaplashamiz. Tarozi burchining birinchi toshi opal toshi. U umid va sadoqat ramzi. Har qanday holatda xotirjamlikni saqlashga yordam beradi. Ikkinchi tosh lazuret toshi. Do'stlik va samimiylikni mustahkamlovchi, fikrni jamlashga yordam beruvchi tosh. Yana bir toshlardan biri ametist toshi. Ametist toshi tarozi burchi vakillarini stressdan himoya qiladi. Uyqusizlikni oldini oladi. Va yana bir ajoyib toshimiz akvamarin toshi. Muloqotga kirishni, hissiyotlarni jilovlashni, fikrni aniq va chiroyli yetkazib berishga yordam beradi. Aytingchi, sizlar toshlarga ishonasizmi? Bu toshlar tabiiy, tabiatdan qazib olingan toshlar hisoblanadi. Sizlarga qaysi toshlar qiziq?